Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ma'lumki, respublikamiz hududida 15-martdan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazildi. O'tkazilgan oylik davomida bahor va yoz oylarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, xususan toshqin suvlari, sel oqimlari va ko'chki hodisalarini oldini olish, zilzilalar, texnogen avariyalar, yong'inlar, o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash hamda fuqaro muhofazasini tadbirlar amalga oshirishga qaratildi. Shuningdek, uy-joy fondi, ijtimoiy soha obyektlari, korxona, tashkilot va muassasalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, xususan is gazidan zaharlanish, gaz havo aralashmasining chaqnashi, yong'inlar va boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olish hamda aholini favqulodda vaziyatlarga to'g'ri harakat qilishga o'rgatish bo'yicha mahallabay va xonadonbay tizimida 1,675,571 ta yakka tartibdagi uy-joylar va 12,727 ta ijtimoiy soha obyektlari, korxona, tashkilot hamda muassasalarda profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Shular bilan bir qatorda tasarrufida fuqaro muhofazasi inshooti mavjud iqtisodiyot obyektlarida namunali muhandislik muhofaza inshooti mavzusida 139 ta o'quv seminarlari o'tkazilib, 5304 ta ishchi nafar xodimlarning bilimlari amalga oshirildi. Ta'lim tashkilotlarida 14878 marotaba fuqaro muhofazasi kuni tadbirlari o'tkazilib, 1,509,824 nafar yoshlar qamrab olindi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar boshqarmalarining tuman va shahar bo'limlarida 388 ta ochiq eshik kunlari tadbirlari o'tkazilib, 135,621 nafar aholi qamrab olindi. Aholini keng ko'lamda qamrab olish maqsadida ommaviy axborot vositalari orqali respublika va mahalliy televideniya hamda radiolar orqali 1742 marotaba chiqishlar amalga oshirildi. O'tkazilgan oylik davomida respublika bo'yicha jami 4,612,000 dan ortiq fuqarolar qamrab olindi. Ushbu olib borilayotgan tadbirlar bilan bir qatorda respublikamiz hududida sel, toshqin va ko'chki hodisalari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish, aholi va hududlarni muhofaza qilish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligida tun-kun faoliyat yurituvchi respublika idoralar shtabi faoliyat yuritmoqda. Xuddi shunday respublika va viloyatlarda 14 ta, sel toshqini xavfi mavjud shahar va tumanlarda 69 ta shtablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Sel oqimlari va ko'chki hodisalari xavfi mavjud hududlardagi aholini o'z vaqtida ogohlantirish va muhofaza qilish maqsadida 131 ta nazorat kuzatuv postlari tashkil etildi. Shuningdek, shu kunga qadar respublikamizning tog' va tog' oldi hududlarida sel toshqinlari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida uyali aloqa kompaniyalari orqali 12 marotaba SMS xabarlari yuborildi. Bundan tashqari, daryolar, soylar va kanallar o'zanlarini tozalash, qirg'oq va dambalarni mustahkamlash tadbirlarini amalga oshirish maqsadida respublika bo'yicha jami 166 ta maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 64 ta maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib, 152,000 metr kub tuproq, 42,000 metr kub qum shag'al, 12,5 metr kub beton ishlari bajarilib, 117 kilometrdan ortiq daryo va soylar o'zanlari tozalandi hamda 1,6 kilometrdan ortiq qirg'oqlar mustahkamlandi. Shuningdek, tog' va tog' oldi hududlarida 80 ga yaqin avtomallashtirilgan gidrologik kuzatuv punktlari hamda 13 ta yuqori tog'li hududlarda meteorologik stansiyalarda qor qoplamining monitori olib borilmoqda. Gidrometeorologik jarayonlarga ta'sir ko'rsatish markaziy boshqaruv xizmatining Qashqadaryo, Namangan, Samarqand va Surxondaryo viloyatlari bo'limlari mavsum oldi shayligi ta'mirlanib, Alazan 6 do'lga qarshi mahsulotlari va mavjud kuch vositalari shay holatga keltirildi. Bu borada profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda. Brifingimiz shulardan iborat edi.